Necha aydan beri biz arzu qilayotgan, biz kutayotgan bu ish oxir amalga oshadigan bo'ldi. Yuzimizda tunji bo'lib dehqonlar hamkorlik kooperativini biz qurib chiqadigan bo'ldik. Voy, ublaqo. Nima bo'ldinglar? Qopig'ingni sangalab ketdi-ku. Eshitma. Bilasinglar ublaqni xapib qo'ymagansizlar? Yo'q bu. Nima g'umuvoga bo'g'dashni tam? Qiziq gap qiladi ekan Saday. O bo'lning ichida nima ham bo'ladi? Ha, üstüne so'rab bakmaylimi? Oblaqon. Bugun bizning hamkorlik kooperativimiz tasdiqlanib, hammamiz xushal bo'layotimiz. Bu sizlar nimada xotin kishidek batnab o'tirsizlar? Shu deyman. Eliti yo'q, hammanglar tilinglarni bish qilib olsanglar, men qanday xush bo'laman? Ha? Allah. Men qanday sizlarga pay qo'shiman? Oblaqon. Bu gap nereden chiqdi endi? Kim bilan tilini bir qilyapti? Tuzuk gap qilinglar. Vay adash, bayatı sizlar yo'q. Hammanglar mening gapimni xato da'vatida. Hamkorlik degan mushunda bo'lamda. Xapamanglar, adash, xapamanglar. Ma ishni bir chiroyli boshlaylik, ma'qulmi? Gapinglar to'g'ri. Chiroyli boshlaylik. Men shuni uqib boqqimba. Bu hamkorlik kooperativiga kim bosh bo'ladi? Kim pul tutadi? Kim chiqim qiladi? Foydani qanday arayman? Ha. Mushni menga bir aniq bir tushuntirib qo'yinglar. Qaraganda tek aramızda ba'zi bir tushunishmasliklar bor ekan. O'zaro ishonishmi yo'q o'xshaydi. Men ochiq dey. Endi ma'u dehqonlar hamkorlik kooperativining ishida hech kimni zo'limidi. Hech kim qiziqtirib buning ichiga so'rab kirmadi. Biz boshda hammamiz kuchimizni, mablag'imizni jo'g'lisak, jiqroq pul topa olaydi ekanmiz. Hamkorlik kooperativini qursak, hukumatning e'tibor siyosatlaridan bahramon bo'la olaydi ekanmiz deganni maslahatlashdik. Adash, hukumat bizni qanday qo'llaydi ekan? Qanchalik qo'llaydi ekan? Buni aniq uqdingmi? Bizning shu qilayotgan ishimizning xarakteriga asosan ular yuqoriga iltimos qilish orqali siyosat ham tur mablag' jihatini qo'llaydi ekan. Alayliq biz qo'y kala boqmichiligi bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan bo'lsak, mushu qo'tan qurilishini boshlash qila 300 ming yendan ortiq mablag' bilan ta'minlaydi ekan. 300 ming ko'y? Ha. Navoda uy qushlari boqmichiligi bilan shug'ullansak 200 ming yendan ortiq mablag' bilan ta'minlaydi ekan. Onundan boshqa sey ko'ktat, meyvichi va tuxum, süt degandek mushu yurtimizdan chiqadigan yerlik mahsulotlarni dehqonlardan biz yig'ib olib, sirtqa setib chiqarsak, buningga nurg'un jihatdan e'tibor siyosatlari bor ekan. Voy, hukumatning siyosati nayt yaxshi bo'lib ketdi juma. Bu shu hamkorlik kooperativini qurib, nayt to'g'ri qildi. To'g'ri. Endi mening gapim ikki pul bo'lib ketdi. Yo'q, o'bol. Ham sening gapingmi xato emas. Bu hamkorlik kooperativiga mablag'ni kim jiq chiqargan bo'lsa, shu bu kooperativninki beshi bo'ladi. Shuning bilan birga barliq mush mablag'larni yurishtirish, chiqim qilish qatorliqlarning hammasiga shu bosh mas'ul bo'ladi. Yil oxirida foydani biroqla taqsimlasak bo'ladi. Onda qilsak bo'lmasmikan qiyom. Foydani yil oxirida bilsak, o sog'in dasmining nima foydasi? Bunda foyda yo jon qisqatdi. Biz 3 oyda bir qitimlam taqsimlasak bo'lmadimi? Adash, 3 oyda bir qitim foyda ulasak, mablag'ni yurishtirib olmaydi. Bu udullik topgan foydani udullik ilib chiqarsak, asalli mullaqatimiz deyma. Meningcha shu qiyim agenimizning degani nayt to'g'ri. Dasmi salili 1 yil chidayli. Undan keyin foydadan so'zlashmaymizmi? Dalla. Meningcha mablag'ni bir odam tutsimi qamlashmaydi. Pulni chiqim qilgandimi bir odamning degan hisob bo'lsimi bo'lmaydi. Buningda asallam chatoq chiqadi.
pulni kim jiq chiqarsa, hamkorlik kooperativi shu bosh bo'ladi degan gapni. O'ylashib, ondan birdan desak bo'lardi-ku, og'aylar. Ağırlar, uyan domulap, ahir mening gipim keldinglarmi? Pulning o'ti shunda yaman ağırlarım, shunda yaman. Mishad o'taga qasinglar, ziyonga chidaysizlar, ha? Banda ish bor. Ağaylar, necha vaqtdan beri mush ishni qilamiz deb deyishmagan paranglarimiz, qilmagan maslahatlarimiz qolmadi. Endi o'g'anda hammanglar har xil gap qilyapsizlar. Qaraganda bu ishimiz pishmabdi. Nasir, ekilinglar. Bu qamlashmagan ekanman. Bir hesapta dostlarning deganimi to'g'ri adash. Bu ishni aldırmay deb nasihat ishlar. Ha, shunday. Bugun hamkorlik kooperativimiz tasdiqlanib, shunda xo'shaltib. Haqasinglarning gapini anglab, chivi yuvagandek bo'lib qoldi. Biz taqa jiqnadan kelmiz. Jiqnadan kelmiz vallah. Manda qilayli. Mavo hamkorlik kooperativiga qatnashima deydiganlar berib xo'tmanglar bilan kechichi maslahatni obdan pishirib, ati bilingni mahkam bog'lab kelinglar, anadagi deyishayli ma gapni. Qiymadash, manna yomon gap qilmanglar. Bekrafon! O'tirib ketibmi? Voy, Qimaho! Assalomu alaykum. Dahatsizlikmi? Obdan to'donlama? Yo, Hazrat Qimaxon. Fakat olmaydigan bo'lib ketdingizmi? G'irq qilib mayonga mang'islar, g'irq qilib mayonga mang'islar, odamning ko'zidan o't chiqarib, amlikinza yanchiqonli pulga to'shab ketdingizmi? Ha? Qiziq gap qilasizda Bekrafon. U ham bu ham chepib yurganga pul topqala olamdi. Shu bekorga may ko'ydirib yurdi. Bu gapingizga maktab bolasimi ishonmaydi. Sizlar hozir tulsanglarmi pul, mang'sanglarmi pul. Tunglikdanmi pul kiryotgan, ishikdanmi pul kiryotgan hozir. Mening azroq ishim bordi, men mang'ashtiraman. Men emasman. Ben bay demedimmi? Pul sinib faqat joy tug'izmadi deb. Sizlar ma qo'shni qulimga salom sayt qo'yinglar. Allah avval so'rab qo'yinglar menda. Bekrafon, eli dedim-ku, mo'yim bijimisan bo'lmaydigan ish bor deb. Yo, nimancha aldiraydigansizlar? Nimaga aldiraydigansizlar? Ha, qancha aldirsaqmi bor? Bordigan yerimiz, ya'ni eliq shu deyman. Ma'qul, ko'rishamiz, men mang'ashtiraman. To'xtanglar. Sizlik deydigan bir ikki qiz gap bor. Ha. Shu desam bo'ladimi? Demasam bo'ladimi? Bekrafon, xotin kishidek menda nezir qilmay. Gap bo'lsa gach-guch danglarmi, aldiraymi deyotgan ekan. Anda bo'lsa sizlar bak zo'rlab turib oldinglar. Desammi dey. Men xotinning bir necha kun bo'ldi. Og'rib yetib qilib, injiqlab yotdi danglar. Bu kasalchan xotinni davoltay desam, yanchiqda bir chiqishning tayini yo'q. Şuna boş mecmer xotin doktorxonaga olib bir tekshirib kelay. Bakishizkoy berib tursan bo'pti-ki. Men Xalchxonni tunugim bozorda sap-sap ko'rgandim-ku. Ha? Tunugim? Ha? Ha, ras. Kichichi kisi qo'zilib qoldi. Jin chaplashib qolgandeklam. Kisi qo'zilib qoldinglar. Mushu kisel ko'p xotinni elib faqatla olg'vasin dinglar. Faqatla olg'vasin. Men qaranglar Bekrafon. Sizlar 2 oyning oldida mendan olgan pulni tek qaytarmay turib, ya'ni mendan pul so'rasanglar qanday turar? Voy jon. Uning ustiga menga hozir pul shunday zuri lozim bo'layotsa. Voy jon. Endi sizlar desanglar, hamma yeringdan pul tugilib turgan. Sizlarda hech 500 ga qarashlik menda. Ha, rost. O'tganda dadamdimmi 1000 ko'y pul olib ketgansan-ku? Yo Allah. Qadiran ekanmi? Kichik bo'ldik odam bina. Voy, birdan sizlik deb bo'ldimi? Men bu xuddi bir yoqqa qochib ketgandek, atli bir uylab ketgandek. Voy, men biringni bir qo'lim qo'shni ekan deb menda pul so'rganim bilan
Qanday bir adamning iniga musulti bilan bosam, bir minga pulni sharaq berdi yutishma menga. Manda danglat aka. Allah. Bo'pti. Mana. Ma pulga xalchxonni davolatongizmi? Shunday qilma. Baqaq versang bir sanab ol debdikan, sanab ber. Bekrahun. Aş pişti. Xotunda qaranglar. Birdamda saqib qatava. Tova, mushunga men jin chaplashib qoldim-ku deyman. Men baqwa. Buni doktorxonaga olib borib, cho'qim bir tekshirib etmasam bo'lmaydi. Men beraverayman, men beraveray. Maqshuna qilinglar. Kıyıpkamdan yan pul ötün alalım. Numus mu kılmaydı ekansiler, numus mu kılmaydı. Manga. Bunda ish yo'q. Xotin ishtikan, nada kelib tapadigan bir nima lekin. Bayatın köyden ben öz gözem bilemin de pul sana atqını olne. Sen xotin kishi bo'lgan ekan, kishini ishini aralashmasam bo'lmanda. Jilib bakar. Vuramsizlar? Bizni urunglar qanday? Bizni qo'yib qo'yganlar? Nima? Mening tayqimni sig'inib baqa o'xshamamsa? Yilib baqa, yilib. Kela ko'rsa. Bu qachonga chiqaqdan qazilibdi jurimiz deyman. Biz sizlar akish bo'lgan ekanmda, ishlab topsangni bo'lmamda. Astagfirullah. Sen be xotin kishi bo'lgan ekan, akishlarni gap talashmasang bo'lmanda. Yilib baqa og'zi burningni tepkizli qilyapman. Yilib. Mana nojir qilay. Meni qatil bo'lsin demsa ya. Mana alding, mana. Balam çay içe. Rahmet ana. Aynur Hanım'ı billa ağaç gelsen bulmamdı bala. Kemmigin uzun buldu. Şunda. Sakınıp kaldık. Aynur, ben bek aldıraş dep jürüydü. Hazır ikkimiz bir-birimizden aldıraş öp kettik. Balam, muşa hemkarlıq kooperatifqa qatnaşmısan olubdu. Min dəst tapqan pulunu xalqның quluq tutqizib qo'ysang eplishama. Ana, bay sizlarga tushundirdim-ku. Buningga yolg'iz malla pul chiqaradigan ish emas. Bu hamkorlik kooperativini qursak, hukumatni qo'llaydigan tursa. Shundaqdan balam bu o'ynishliga ish emasjima. Haq ishinib oxir ziyon tatib qolmagan. Bu gepinglar epleşmede kota. Kayımcan akkarını pakiteleydiğen bala. Muş işine toğra dep tapkanken onun gözü kirişi olmaydı. Men mo o'ylanmadim emas, jiq o'ylandim. Bir ish qilishda ancha-muncha xatar degan bo'ladi ekan. Agar u xatardan qo'rqsak, cho'ng ish qilinmaydi ekanmiz. Körüp durupdimiz. Dehqonlar terigan açlıklarını, bazıları köktat, qoğun tavuzlarını, bazıları bağda okşap ketken meyve çivillerine setip çıkıranmay, keyinçilik duruyordu. Sizler kooperatif kursanlar, dehqonlarning aşk keyinçiliğimi yengilligen bo'ladi. Bizning maqsadimizmi dal mana mushu dada. Lekin balam, anangning ensirishning mu asosi. Kooperatif qurdik deganinglar, o't ichiga boshilab kirganinglar. Agar beshinglar vaqtani vaqt kelganda chiqishamay, besh tarafga bo'yin to'lg'isanglar, buningdan yomon ish yo'q. Men deyman-ku, gulning mu tikini bor. Pul degan bir tuqqanligini bir-biriga dushman qilib o'taydigan narsa. Mundaq desam, ishingni so'g'uq suv sepganlik bo'lib qolmasin. Ishingni boshlava. Lekin hushyor bo'l. Assalomu alaykum. Kela. Chiroyli o'tiribsizlar. Kela, o'tira. Keldingmi aka? Ha. Bir gap anglayman-ku. Sizlar dehqonlar hamkorlik kooperativ qurmoqchimi? Ha, ashuna qilmoqchi bo'lyapmiz. Tasdiqmi tushib bo'ldi. Necha vaqtdan beri bizdan yo'shirib kelayotgan ishing o'sha ekanda? Nima? Endi sen bu ishga qarshi chiqmoqchimi?
Pul o'zingning, biz tepishib bermagan. Ammo qarindosh bo'lgandan keyin deb qo'yay aka. Ma ishda sening rostlik kallang qizib qopti. Qasımcan, sen dehqonchilikdan boshqani bilmaysan akam. Sodini texmi tushunmaysan. Shunga bu ishga aralashma. Aka, kalining mungizga o'sa tuyuq seqiraydi. Kunlarning birida ziyon tortib, beshingni sangiltib kelsang, biz qarab tura olaymizmi? Vaycan, Qasımcan, bu Qayımkamning o'ziga tushib o'ylaganlari bordu. Uning ustiga hozir hamma dehqonlar hamkorlik kooperativ qurilayotgan tursa, ziyon tortgan ishni qilmasa qo'ytaqjan. Sen jim tura. Pul o'zingning. O'lishibroq ish qilasiz aka. Sizlar xotirjam bo'linglar. Men kichik bola emas. Başta hemiz qo'shilishdi. Oxirgi kelganda xapiliq, savol so'roq. Bu hamkorlik kooperativini qurish ishiga hatto bizning uydagilar ham qo'shilmayotdi. Qanday qilsak bo'lar adash? Hammaning ichiga kirib chiqsam, ko'zi qo'rqyotdi adash. Meningcha Aysojon bilan Nosirni gap kirishsiz bo'ladi. Ammo obul sal joyliroq. Shu obul hozir ishni ta'tirga to'lg'ab, hammasi qaymoq turyotdi. Xuddi biz ularning pulini aldab ketayotgandek, u pulni elib bir yerga qochib ketadigandek. Sen obulni tushunmaysan. Uning og'zida gibi bo'lgani bilan ko'ngli yaxshi. Quruq ko'ngilning nima keragi? Hozir bizga lozim bo'layotgani o'zaro ishinish, o'zaro hamkorlik, o'zaro moslashish. Usunu gündüzde oynab qanmay, endi kecha olgandimi uyga kelib usul o'ynayotam sen? Naydin itot lapar musobaqasi qildi ekan. Yezi meni bu ishga mas'ul qilib qo'yibdi. Shu ozroq mashq qilay debchi. Tex atdigan endi usul o'ynamayman deyotatan-ku. Atdigan-ku shunda degan, lekin men tushdan keyin Naydin tuyuqsizla uqtirish kelib. Shuni ona o'ynab ketdim-da. O'yna xotin, o'yna. Tomoq yedingmi? Cho'ng o'ydi yeb keldim. Daras, anam sen azroq o'pkasib berayotganda unutib qopdimi? Mashinada qoldi, ekirpigini. Sening mijozingni yo'qmi? Bek arg'on ko'risi bu. Hamkorlik kooperatividan biror chatoq chiqmaganda. Voy voy. Boshlamagan ishdan tex nima chatoq chiqdi? Ey? Erkinjon qani? Uxlab bo'lg'ilnay vaq. Ben bekirib ketdim. Uxlayman. Kimcan neymiş bu? Estağfurullah, kömür bilmezme. Kimcan? Sekreter. Ne bu ettiğinde maşinalı yüzü pakır tutay depsil de, ha? Sizler manda bir işi koptum da biz gibi birer eğiz mührep koymapsılar ya Kimcan. Ha? Biz mi 10 yıl eski adam emez. Bu işi onu bizde yoşurup getirsin ya. Onda emas sekreter. Şu sizden məsləhət sorab aldığınlığı bağmaqçıydık. Lekin bu işimiz bək lingirtaqda qo'yib ketdi. Bo'lamdı, bo'lmamdı, ishonch qilolmag'achqa izleyemey qoldik. Ondaq emasdi o. O kent sekreter degan qo'ng'altaqning qo'lidan nima ish keladi deb bizni yaratmagansizlar, aqcha. Onda qo'lamdigan. Ma sekreterlik degan kichik huquq emas-mi? Sizlar degan, mush bizning Tugman kentimizdagi necha ming moy, ya'ni necha ming odamni boshqarish emasmi? Yo, bizni yanını sil tushundikansiz jima va Qiyimjon. Rahmat, eşqallah. Biz qilishga tegishli ish bo'lsa, har qanday ish bo'lsa, davringlar, qo'limiz ko'ksimizda. İzdeymiz. Sizlar hamkorlik kooperativingni
Müşahede kurslar ha? Ma'qul, ben mangay. Aning gelip so'ngay turib qoldim-ku, nima? İş tutaymi ya? Rahmat. Kelim o'tda ishtadinglar. Adişem, qanda avalang. Selamat obdan tudung ma, çıkma. Kelinglar, kelinglar. Kelinglar. Hey. Bu neşpitlerin takışı. Ya Adişem, hazırga nechinchi ay? Ha? Yani bir aydan keyin yangi neşpitler bozorga chiqdi. Qayla, ko'rdingmi mana? Bu ishsa qip-qizil ziyon tortibsan sen. Qiyishqandek bu yil Neşputning bozori kasatlashdi. Uning ustiga nurg'un Neşputni bezvapman emasmi? Başta kelgan xaridorga berib o'tadigan gapda Adişem. Paydan jiq olma deb mana. Yilmo o'rildi. Yangi mevchilar bozorga chiqdi. Haq o'tgan yil Neşputning yanida azar. Ochko'zlik qilib, dehqonlar akasi besiveribdi emasmi? Men necha vaqtdan beri mush gapni sana da'vat qilgan Adişem. Agar o'tgan yil hamkorlik kooperativimizni qurib olgan bo'lsa, sening bu Neşputlaring hargiz beslik qilmagan bo'ladi. Urumchi, G'ulja, Qaramaylarni setib, allabirni tugitib bo'ladi. Sen shunda o'tasan, xaridasini oldin kelamda, ha? Pul topuvchi yo'l top degan gap bor, Adişem. Mana. Bu nas haqi bekor qilsam yemaydi hozir. Bu yil yana ziyon tortadigan bo'ldim-da, ha? Xutun! Xutun! Sen neredesin? Buna işte. Çocuk ağan ne kolaydı lan? Öykürüp yatayım ha işte. Ulan. Bu kim gündüzlü bir şey yaptım ben sarılmışsam ya. Ne kadar kılmadım. Ben yat degendi ki yata bir neçe gün ben ağır keselde yetip alsam da boldu. Düşündün mü? Neymiş olsa da? Xutun, ma meldigi hemmi xutunlarni var o aşağı edip de aşağı östen çapkın var mı de? Şun men bak o Haşim sekreterden mening xutunum ağır yutkan tutub yetip kaldı dep ruhsatını hep koydum. Ma kirib yatam düşündün mü? Ma'qul. Bana işte. Bana yotgan ne kadar yotgan ne işte böyle. Yatayım hadi. Çık hadi dolu yakmayın hadi buradan çıkın. Yatayım. Yat. Güzel şuna. Burun aşağı vaslı mı neydi ettinler? Bilgen nim bol sizlarga? Xutun, u vaqtdago sen yaş, kuchlikding. Hozir mana alang shu maqchib, qaqtaklab qoldim. Seni ayimsam bo'lmaydi jinim Xutun. Yat. Roz, oshtamoqni qanday qilamiz? Oshtamoqni asta chondamay itsa, darvozaning teshig'i chiqmasang bo'ldi. Juma, mushtaq bir 4-5 kun mushtaq yesaq bo'ldi. Bo'ladi güzel juma. Güzel. 4-5 kun tovoq chiqmamda. Stopla, azal juma to'l gapmi? Güzel juma. Güzel juma. Juma güzel. Şimdi yıla bak. Kaymakı. Assalamu alaikum Kaymakı.
Assalomu alaykum. Acab chiroyli yig'ilib kelibsizlar. Deymoqi, uyangni qat'iyasi vaqtli juma. Uncha emas adash. Bizgandimi? Pezib bizaydi-da bu og'in emas. Qani, uyga. Adash bo'ldi. O'yla, biz ko'rib kelamiz. Saturda. Boş. Amin. Allahu Ekber. Adam şifaça qilib tegishdi. Aynur. O'g'lim keldi. Qana chilik va salomat turibsiz, balad turibsiz. Uyga kirmagan mala o'ylab. Ha, bir şey havalık. Havalıqroq bir yerda o'ltirmiz deb turib oldi. Do'stqanim qasa. Bir-birimizdan sig'ishamag'li bir ay bo'lib qoldi. Şunu bugün sizni alayda yo'qlab kelishimiz. Rahmat adash, rahmat. Biz birodarlar o'zaro deyishib adash. Hamkorlik kooperativiga rasmiy qatnashganligini bildirishdi. Demak, hammanglarning qalisidan o'tdi-da. O'tdi. Sizlar maslahatlashib, hamkorlik kooperativasini boshqalarga ko'rsatdi. Endi biz mo talash tortish qilib yursak, bir ishni boshqa ish qilmaydi ekanmiz. To'g'ri. Endi men shu hamkorlik kooperativiga 50 ming ko'ydi, pay qo'shaman. Men hamkorlik kooperativiga 80 ming pay qo'ydim. Men bu hamkorlik kooperativimizga bak 100 ming pay qatay. Mana men 50 ming qo'shdim. Ben bu 200 ming ko'y rastlab qo'ygan. Voy. Sindaşlarımızga eng cho'ng pay chiqsan bo'ldigan bo'ldi. Voy, adash, biz o'rtaq qilamiz. Voy, buningda chiqib. Sizlar bizning uyni pulni ko'mildamsizlarmi? Hey, beshikda o't kuyayotgan pulni olib qo'yar. Balam, boşta. Bo'ldi mi? Ha, endi bo'ldi. Rahmat balam. Qo'lingizga detvermişsin balam. Ana, ben şirket kurayım, meblağ seperim olasın, meblağ sepemim de Allah. Hem de muşa birkaç jüriyi veremdim. Balam, tağadı bir pulun gipini qilsiniz. Ya bizde unçlar pul bo'lmasa, qanday qilamiz? Akam hemkarlık kooperatif kuruşqa, nurgun meblağ saptığa. Pulumuz nemi saladı ki? Varın sep bolduğu deyme. Akınız ile telefon qıptıken. Hazırlık ile da. Bost özü bilen yaxşı bir paranlaşıp baxsınız olamdı ki balam. Onun bir oyluğa yeri vardı. Yani hemkarlık kooperatifinin gibi. Assalomu alaykum. Ve aleyküm esselam. Qo'zg'alma. Ha, tishliqmi? Tishliq bilan o'tdan bo'lindimi? Yaxshi. Ha, sen cho'qqan. Yaxshi aka. Dadam ko'rinmaydi-ku. Oylik kiray deb yil chiqib ketganda. Ha. Uyg'ur tibobat doktorxonasiga berib sizlarga to'g'rab keldim. Mavo revmatizm, bo'g'im og'rig'ining yeydigan to'g'risi. Mavo sirtidan chaplaydigan chaplig'i. Ha. Dadamga oshqozon to'g'risi ag'ach keldim. Aralashib ketmasin deb ayrim xaltaga sep qo'ydim. Vaqtida yang'achmi? Ma'qul. Shuncha oldirash turib, mush doğru ilişkim o'zgaribsiz jenim balam. Rahmat. Ana, nimada tuzut qilsa? O'z o'g'lig'imga rahmat demdi. Qaysarjon. Ba ishing joyida bo'pti, ukam. Men taksini bir yak chiqib ketdimikin desam, yaxshi uyda bor ekansan. Aka, sana deydigan gapim bor edi. Meningmi sana deydigan gaplarim bor ukam. Manda qilaylik. Bu yerda anamning beshini ag'itmay. Baqi chiqib parangni shaylash kerak. Balam, müşahid davringlar.
Sen armağanı al. Beşini ağırtmayla oldu. Yürü Afgan. Çıkıp gel yana. Aka, hamkorlik kooperativiga shunchalik mablag' sapsan. Menga ish bo'lmaganda 500 ming ko'rsa mablag' sapagin. Men bunda bekor yuravermay bir ish qilay aka. Afgan. Ish qilaydiganing yaxshi. Lekin sen akamda ashunaq jiq pul bor deb o'ylamsa. Menda unchalik pul yo'q. Dadam bilan Qosimjonmo uy solamiz deb hamma topqinni shuningga silibdi. Sana undan mablag' sep bermaymiz. Undaqda men kipilib bankidan qarzab ber. Bankidan unda jiq pulni ololmaysa, menmi bunga tavakkul qilolmaymiz, kan? Unda bo'lsa, mening oliy maktabda o'qib kelganimning nima foydasi bo'ldi? Pul bo'lmasa, ya sizlar meni qo'ldimisanglar. Men quruq qo'l qanday iglik tiklayman aka. Menmo ayni vaqtda quruq qo'l iglik tiklagan. Menga hech kim mablag' sep bermagan. Sen to'la mana bankining xiyolini qilmajimi? Shirkatni qurish undaq oson bo'lgan bilan, uni rivojlantirish uncha oson emas. Shaharda pul tepish texmi tez. Bir koyning keyinda necha yuz odam yugurib yuradi. Sen tashlanig'icha boshqalar qum sanaydi. Uning ustiga sen bu savdo tijoratga aralashib bakmagan, tajribang yo'q. Bu 5 barmoqni biroqla eg'izga tiqilmaydi-da. Unda bo'lsa, sen meni nima qilsin deysan? Men sana shuncha desam, sening qulog'ingga faqat kirmadi. Men bu hamkorlik kooperativini nurg'un odamning qo'llashi, nurg'un odamlarning yordami bilan ming bir jafoda qurib chiqdim. Sen aqlingni, bilimingni mana bu hamkorlik kooperativida ishlatsang, men seni ziyon tortqizmayman, ukam. Yana shu gapmi? Sening uchun bo'lsa, men shu oliy maktabdan bitirib kelib, endi sening hamkorlik kooperativingda mol bordab, qoqchiga setib yursam bo'lamdi. Bu ishni vaqo aka, to'liqsiz o'tirib maktabdan bitirib chiqqan bolalar qila oladi juma. Sen bizning hamkorlik kooperativimizni unda oddiy chaqlama. U yerda sana mos keladigan nurg'un ish bor. Tur mablag'i elish uchun hukumat bilan, bank bilan muomala qilishadigan gap. Qurilish qilimiz da'vatimiz, qurilish shirkatlari bilan hamkorlashadigan gap. Uningdan boshqa doklad yozadigan, plan tuzadigan, to'xtam yozadigan nurg'un ish bor. Yana texi hisobot ishlari deymiz, ishchi ishiltish masalasi deymiz. Mushning hammasiga bilim ketadi, ukam. Oliy maktabda o'qiyotgan chaqlarimda nihoyat cho'ng orzularim bor. Zamonga loyiq korxonchi bo'lmayman deb o'ylaydim. Lekin hech qaysinglar meni qo'llamadinglar. Men bu ko'ni usul bilan tijorat qilsam, bu saroy qiyomatda 10 yildan boshqa ko'tarib chiqolmayman aka. Fan texnikaga tayanmasak, mangu boshqalarning oqis qolamiz. Sening hamkorlik kooperativida ishlaymayman. Meni kechirgin. Qaysarjon, bak yengil taklif qilyapsan, juma. Sen o'ylaganni menmi o'ylaqliq. Bo'ldilar. Sen oxir bir kuni akam to'g'ri debdikan deb qolasan. Ne pul bu? Yanıngı sep qo'y. Aqcham bilsam bilmasam, anamdan posh pul olib qijlayotsan-ku deyman. Olmayman. Eli yomonlig'in Abdalning xo'jini bosh o'p qolmasan, tul naz qilmay ala. Ha.
Yamançı. Yamanız. Şöyle. Feride. Mektepte o'qiyotgan vaqtlarimizda kunda ko'rishib, mana endi 2-3 kun ko'rishmay xuddi 1 yildek tuyulib ketdi juma. Ko'nglim keldimi? Albatta. Sening kelmadimi? Öy degandan sirtqa chiqma deb chiqilmaydi-ku. Bugunmi onam nega borsa, nima ish qilsa deb so'roqlar berib aran chiqdim. Vaqtda xili kuyibsan. Kuysammi kuygandim-a. Yurtimdan aptipi bo'lganki mayli. Ko'nglim yerimdek ko'rinsa, telefonda so'rsam ya demiding. Bir ish bo'ldimi? Oliy maktabda o'qiyotgan vaqtlarimda qachonmi o'qish bitiraman deb ekanman. Hozir o'ylasam, eng g'amsiz vaqtlarimiz shu ekan to'qaslar. Albatta shunda bo'ldi-da. Oliy maktabda o'qiyotganda ota-onamiz avatib bergan tayyor pulga o'qiydigan bo'lsa. Ha, o'zingchi. Kelini yo'q nima qilsan? Men shu uyda opam uy ishlarini qilishib berib, o'zim aram olib deganda kun o'tkazatman. Sen-chu, har oz ishlaringda ilgirlash bormi? Yo'q. Ichim titildab o'tirdim. Qani shu shirkat qurmayman deb tuzgan planlarim. Men ishlarni xato o'ylab oldimmikin desam xato emas. Bu to'g'rimikin desam, uydagilarning hech qaysi meni qo'llamadi. To'g'risi men ishonmadim. Undaqmi deb ketma. Cho'nglar bizning ko'pni ko'rgan, tajribalik. Balkim ularning o'ylig'ini bordi. O'ylig'ini borkan shu. Akam meni o'z qo'lgan hamkorlik ko'pratuvdi, muosh ishlar deb atadi. Hey, o'ylab baqa. Men yana shu sahrada to'p kechib yuramda. Men ya ularga meni to'yimni qilib qo'yinglar demisam. Ya men bu shahardan uy yapringlar demisam, meni bir qo'llab qo'ysa bo'lmamdi deyman-da. O'qish bitirib qaytib kelganimda bir oydan eshibdi. Biz endi bundoq bekor yursak bo'lmaydi. Ota-onamiz bizni nurg'un pul xarjlab ming bir jafoda o'qitdi. Endi yana ular eg'irimizni salsak, o'zimizga yuz kelmaymiz. Men shuni o'ylayapman-ku. Bir ish qilaylik deyapman-ku. Lekin sen reallikni tan olmayapsan. Xiyol degan xiyol. Ba'zida reallik uningga bo'ysunmaydi. Men bu ishlarni o'yladim. Meningcha bo'lsa, akamning gipiga kirib, hamkorlik kooperativida ishlab tursam bo'larmiki? Endi sen shu gapni deyapsan. Men o hamkorlik kooperativida ishlasam, 10 yildan shirkat qura olmayman. O vaqt cho'ng korxonachi bo'lish orzuyimni qayrig'anda amalga oshiramda. Biz kichik ishni yaratmasak, cho'ng ishni ya qilolmasak, mushta kun o'tkazamdi qamsa. Oliy maktabdan bitirgan vaqtda men do'stlarimga qaytib berib cho'ng shirkat qurmayman deb qo'yib qo'ygan. Endi u ishni qilolmasam, do'stishmalarimni oldin men numus qilaman-da. Shunga shirkat qurish uchun bankdan yo do'stlarimdan qarz olgandan omonlik boqaymi kerak. Sen bankga bosli qarz berdi deb o'ylatamsan. Uningmi nurg'un shartlari bor. Uning ustiga sen bir muncha pulning gapini qo'yatsan. Meningcha bo'lsam bankdan qarz olishdan unchalik cho'ng umid kutmasang bo'larmiki? O'g'o shu. Hey. Do'stlarimdan yordam so'rab boqsam-chi hamsa. Ularga pulni etib qo'yib, endi yordam so'rsang nima deydi? Ularning sana yordam qila olishi notayin. Masalan, akannikida ishlagan bo'lmasa, shahardagi bir shirkatga berib ishlab turamsan ya, tajribaga engash. Agar maoshini deb ishlaydigan ish bo'lsa, shaharda ishlagandan akamga ishlaganim yaxshi menga. Jiqroq pul berdi. Beshim ajab qatdi. Ajab qatdi. Azizane diyorim var. Vay, kaçtede